Salom bolajonlar. Esingizdami? Oldingi darsimizda doira, kvadrat, uchburchak, beshburchak va oltiburchak bilan tanishgan edik. Bugun esa sayohatimizni davom ettiramiz. Ammo bu safar biz geometriya shahriga boramiz. Bu shaharda quyosh nurlari, uylar, daraxtlar, yo'llar va juda ko'p sirli burchaklar yashirilgan. Ularni birgalikda topamizmi? Unda sayohatimizni boshladik. Mana quyosh, undan juda ko'p chiziqlar chiqmoqda. Bu oddiy chiziqlar emas, bular nurlar. Nur bitta nuqtadan boshlanadi va bir tomonga cheksiz davom etadi. Quyoshdan chiqayotgan yorug'lik ham nur hisoblanadi. Chiroqning yorug'ligi, fonarning yorug'ligi, avtomobil chiroqlaridan ham nur chiqadi. Keling, quyoshni kuzataylik. Unda nechta nur bor ekan? Endi shaharda sayr qilamiz. Bu shakllarga qarang. Qaysilarida to'g'ri burchak bor? To'g'ri burchak xuddi daftar, kitob, eshik burchaklariga o'xshaydi. Mana to'g'ri burchak. Unda 4 ta to'g'ri burchak bor. Kvadratda ham 4 ta to'g'ri burchak bor. Bu shaklda esa bitta to'g'ri burchak bor. Bunisida esa 3 ta. Mana bu shaklga qarang. Unda nechta to'g'ri burchak bor? To'g'ri, 8 ta. Keling, yana bir shakl ko'rsataman. Uning to'g'ri burchaklari bormi? Bu shakl to'g'ri burchak yo'q. Demak, hamma shaklda ham to'g'ri burchak bo'lavermas ekan. Geometriya shahriga qaytamiz. Quyosh nurlarini topamiz. Mana ular. Endi to'g'ri burchaklarni ham qidiramiz. Binolarning burchaklari to'g'rida va chap tarafdagi binolarga qarang. Ko'rdingizmi? Endi daraxtlarning shakllariga qarang. Topdingizmi? Svetofor. Matematika atrofimizdagi hamma joyda bor ekan. Endi haqiqiy kuzatuvchi bo'lamiz. Mana bu uy, daraxtlar, bino, derazalar, eshik. Sizningcha bu yerda nechta to'rtburchak bor? Keling, birgalikda sanaymiz. 1, 2, 3. Sanashda davom eting. Siz nechta to'rtburchakni sanadingiz? Juda yaxshi. Qarang, atrofimizdagi buyumlarning juda ko'pi to'rtburchak shaklda ekan. Hamma to'rtburchaklar bir xil emas. Mana bu to'g'ri to'rtburchak, bunisi kvadrat. Mana bu esa trapetsiya. Bu parallelogram, bunisi romb. Bu yerda ixtiyoriy to'rtburchak ham bor. Hammasining 4 ta tomoni bor. Shuning uchun ularning barchasi to'rtburchaklar oilasiga kiradi. Lekin ularning burchaklari va tomonlari turlicha. Keling, endi sirlarini ochamiz. Qaysi burchakning barcha burchaklari to'g'ri? Albatta to'g'ri to'rtburchakning. Qaysi to'rtburchakning barcha tomonlari teng va barcha burchaklari to'g'ri? Kvadratning. Qaysi to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari parallel? Parallelogramning. Qaysi to'rtburchakning hamma tomonlari teng, lekin burchaklari to'g'ri emas? Romb. Endi siz ham to'rtburchaklarni bir-biridan ajrata olasiz. Endi navbat sizniki. Faqat to'rtburchaklardan foydalanib, o'zingiz istagan rasmni chizing. Masalan, uy, robot, mashina, qal'a yoki butun bir shaharni ham chizsangiz bo'ladi. Keyin rasmingizdagi barcha to'g'ri burchaklarni sanang va ularni nechtaligini kommentariyada yozib qoldiring. Bugun biz nur nima ekanini, to'g'ri burchaklarni, to'g'ri to'rtburchaklarni, kvadrat, romb, parallelogram, trapetsiyani o'rgandik. Agar mavzuga doir savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr, bilimdonlar.